Assalomu alaykum, Xorazm Yo'llar kanalining obunachilari. Bugun sizlar bilan birgalikda Xorazm bo'ylab Urganchda eng maksimal zo'r tochkalaridan ko'rsatish harakat etamiz. Biznes boshlamoqchilar uchun zo'r biznes turlarini ko'rsatib o'tamiz. Tayyor bo'ladi. Biznesi, joy o'rni, stanoklari hamma hojam qo'ldan kelganicha do'koni bilan birgalikda ko'rsatish harakat etamiz. Hozir birinchi lokatsiyamiz Urganch, Xonqa yo'lida joylashgan Maksidom yonboshini. Ko'rsatib bang, 150 metrmi adashmasam, uzoq maksimal agar odamda sanasangiz 200 metr girasiz. Maksidom yonboshidagi ko'chaga girasiz. To'rinda joylashgan, umumiy maydoni 3000 metr kvadratga ega bo'lgan, bir emas, ikki emas, uch emas, kerak bo'lsa 4 ishlab chiqarishni o'zina bemalol sig'diradigan joyni obzor qilib beramiz. Bu yerda nov bizneslar tayyor qilsangizlar bo'ladi. Qaranglar. Penoblok, keyin burchatka, miramir ishlari bo'lgan ekan. Hozir sizlarga qo'ldan kelganicha variantlarni aytib, videoning oxirida narxlarni ham tanishtirib o'tamiz va boshqa lokatsiyadan navbatdagi do'konni ham ko'rsatib o'tamiz. Biznes boshlamoqchi bo'lganlarga yer qo'ying. Bu yerimiz katta maydon. Xohlasangiz, bu yerni o'zini bir naves qilib beradigan bo'lsangiz ham, damrishchi, qopchilar, xullas nov bo'ladigan bo'lsa, shuning ijara berib turib, ustini beklab qo'ysangiz ham bo'ladi. Katta poylab bedena, ko'rib tursiz. Keyin keling birinchi navbatda ofisimdan boshlasak. Ofislar ham hamma sharoitlarga ega. Qarang, birinchi ofisimiz bo'ladi. Keringina. Konditsionerlar o'rnatilgan, apparaturalar, registrlar, mebellar hamma vaj qoladi obunachilar. Bu ko'rib turgan tarafingizda bir vajam 2 termida obunachilar. Registr tushgan, issiq suv, gaz svetidan muammosi yo'q obunachilar. Yana to'g'ri o'tadigan bo'lsak, bu ham tomonimiz oshxona bo'ladi. Oshxonasida ham hamma sharoitlari ega, bemalol qolib ishlasangiz ham bo'ladi yoki ustalarimiz ham bemalol qolib ishlamagan sharoitlari bor. Bu yerimizdan bir registr tushgan, o'ng tarafingizni ko'rsatib berasiz. Bu yon tarafda ham konditsioner o'rnatilgan ofis bo'ladi. Ofislar ham hamma sharoitlari ega, ko'rib turganingizdek. Xo'p, qarang. Umumiy 16 dona kamera zonasi bor. Bu yerda gluxoy zonaning o'zi yo'q. Hamma yeri santimetr metrinacha hamma yer kamera ostida bo'ladi. Masalan, bu yerni ko'rsatdimi? Mana oxiridan aran tarafda kamerasi bo'ladi obunachilar. Ag'abek ko'rinmaydigan yerni o'zi yo'q. Dajina ko'cha taraf ham ko'rinib turadi. Ko'cha taraf, ko'chani boshigacha yana pochta ko'rinib turadi mashinaga ham. Xullas, bu yerimiz ofis, bu yerimizdan registrlar tushgan. Yana o'tadigan bo'lsak, bu ham tomonimizda shu nima deymiz, direktorimizni dam olish xonasi desak ham bo'ladi. Bu yonimizda ham hamma sharoitlari ega, ugoloklar qo'yilgan, konditsioner, televizor, hamma narsa qo'yilgan va to'rimizda bu yon tomonimizda shkaf, mayda-chuyda dokument dajlarni qo'yaveradilar. Endi navbatdagi xonasini o'tsak. Bu yerda burchatkalar tayyorlab turibdi. Bu xonamiz ham bir xona qilsangiz bo'ladi. Issiqlik, отопление ishlar qilingan. Bu yerimiz teplый polni ligrovkalari, registr, bu qozonimiz, stabilizator ham bo'lishi kerak. Stabilizator bu yoqda ekan. Bu kontring kotyolari, bu yon tarafda aristonlar ham bor. Aytganimizdek, suv gaz svetidan muammosi yo'q va nima deymiz? Texnik bezopasniy vaj uchun hamma biladi. Kommentariyada yozib qo'ying, hozir yodimga tushuntiribdi. Shu vajlar ham qo'yilgan. Yana burchatkalarni obunachilar qoliplar ham ishlab chiqaradigan vajlar ham qoladi. Bu ko'rib turgan burchatkalaringizni adashmasam kvadratini 50 ming, 80 ming atrofida sotganmiz Ag'abek dedilar. Shu vajlar ham qoladi dedilar. Hozir qoliplarni ham ko'rsatamiz. Keling. Belamiz polnina qo'yilgan, steshga qilingan, tap-takiz. Qoliplarni ko'rsatasiz. Shu bir dona kvadrati 120 ming so'm dedilar. Adashmasam 120 ming so'mdan ekan shu qolipning o'zi. Yana bu yon tarafda qoliplarni ko'rsating, shakllarni. Hamma shaklidan bor. 4 mush, tumalak. Bu yon tomonimizda sushilka xonasi desak ham bo'lar ekan. Yana bir ustaxona beramiz. Katta. Bu yerimizda ham отопление o'tgan. Qishni kuni ishlamagan sharoitlari bor. To'rt o'tadigan bo'lsak, bu yerimiz ham ustaxona, mikser 2 dona. Bu yerda ham qoladi. Ina gramlab chiqarmoqqa tarazisi hamma joyi bor. Bu yon tarafda burchatkalarimiz har xil razmerdagi chiqqanlar, qolipda qolganlari. Bu yon tomonimizda ustaxona. Endi obunachilar bu endi xohlasangiz burchatka, xohlasangiz kafel, xullas o'zingiz ham moslasangiz ham bo'ladi. Katta maydonlar bo'lgandan so'ng bir dona emas, 2-3 donasini qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerimiz ham katta qilingan, usti beklangan ekan, ochibdilar keyin. Endi havo qizg'andan keyin yana bir 2 mikser bu yon tarafda, katta tarazisi, ключаторlari, kameralari, bu yerda ham har bir xonada kamera bor. Bu yerda issiqlik uchun, gaz plita uchun ham tochka kelgan ekan. Adashmasam.
Buni vajdanam ishlab chiqargan ekan, balasinami edi, balasina narsalar. Xo'p, mana burchakchalar. Endi bu ham tomonimiz ham oddiy mavzu. Ishchilarning dam olish xonasi bo'ladi beramiz. Yotoqxonasi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Kamida bir 6 kishilik dam olish zonasi. Yana qo'shimcha 1-2 karavotlarni qo'yib bersangiz bo'ladi. Bu xonamiz oshxonasi bo'ladi. Oshxonasi ham katta. Mebel, ariston o'rnatilgan, xolodilnik, ustar kursi. Bu ham tarafdan filtr ham qo'yib beribdilar. Nasoz ham qo'yib beribdilar ehtiyojisini. Hamma narsasi ishlatib turibdi, abi ishlamay turgan vaqtda o'zi yo'q dedilar. Bu yerimiz hojatxonasi bo'ladi. Bu yanimizdan bir ishlab chiqarish. Qarang, bu narsa ko'pchilik Urganch shahridan bize e'lon qiladigan demir eshikchi, qopchi, yo bo'lmasa shuning naves quradigan og'alarimiz shahardan og'abek ijaraga joy yo'qmi deb so'raydilar. Ishning o'zini bir ijaraga berib qo'ysangiz ham bo'ladi, qopchilar yo bir shuning naveschilar ishlab chiqarishlar zo'rda. Ustlari beklangan, pana, yozda kuni bundan keyin zo'r bu narsalar ochiq po'ylar ko'rib tursiz. Bu yerimizda yana miramir bu narsa miramir cheqatib qo'ygan ekanlar. 2 dona kasadon apparaturalari ishlatib turibdi, rabochiy. Vajlar ham qoladi. Keyin bu tomonimizda uzoq bo'yina ketgan yana bir xonasi bo'ladi. Bir ko'rsatib berasiz. Bu yerimiz ham miramir xonasi. Keyin bu yonimizga o'tamiz. Bu tomonimizda shuning endi ko'proq obyomda ishlab chiqargan vaqtda ko'tarib o'tirmakka ansat bo'lish uchun shuning yuridan vajlari, to'rinda otopleniyasi, registrlar tushgan. Bu yerimiz ham kamera qo'yilgan, kamerani ham ko'rsatib o'tasiz. Har bir xonasida oddiy kamera bo'lgan. Endi bu yerimizda penoblokni quritish xonasi. Topli pol qilingan ish, men turgan joyim hisoblanadi. Uzoq bo'yina topli pol qilingan bo'ladi. Uch eshiklari qo'yilgan. Bu yerdan kamera, unda bir dona kamera qarab turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Registr tushgan. Xullas qarang, bu yon tarafini ko'rsatib beringadi, ko'cha tarafini ko'rsatishimiz kerak eng asosiysi. Bu yon tomondan alohida bir biznes egalarini ijaraga bersangiz bo'ladi, olib turib bu narsa. Ko'pchilik aytishi mumkin, asa biznes bo'lsa, tayyor pul yetib turgan bo'lsa, nima uchun sotiyotirda ishlashingiz mumkin? Bilasiz, bir odam maksimalni bir biznesga, 2 biznesga harakat etib, nima deydi, qurib yetadi. Endi og'amizning Toshkentda bizneslari bor ekan. Shuning uchun shona ketib bo'tirlar, ko'chatirlar 100%, shuning uchun buni srochniy sotiyotirlar. Bog'laninglar, variantlaringiz bo'lsa aytinglar. Shuning takliflaringiz bo'lsa bildiringlar, qo'ldan kelgancha qilib berishga harakat etadilar. Bizdan e'lon qilish, tanlov o'zingizdan. Albatta shuning qarab bilgan joy qarab bilgan yaqinlaringiz bo'lsa, biznes qarab bilgan yaqinlaringiz bo'lsa, yer qo'yishni unutmang. Hozir navbatdagi lokatsiyaga yo'l olamiz. Navbatdagi proyekt Sputnikda, ya'ni Navro'z shaharchasini Doniyor to'yxonasini почти deyt turibdi, bir pojanning ajratib turgan binoga keldik. Ko'rib turgan 2 qavatli, yonboshlari 1 qavatli, umumiy 770 metr kvadratda joylashgan bino sotiladi bu nachar. Ko'rib turganingizdek, qatnov qismida joylashgan. Eng asosiysi 24 ta 7 ishlasangiz ham zo'r variant bu nachar. 1, 2, 3, 4 bo'lmasi bor. 4 bo'lmasidan 4 yere ijara berib qo'ysangiz, oyna falon so'm shuning o'zida ijara puli kelib turadi. Hozir ishxona bilan tanishtirib o'tamiz. Bir like ni bosib, Sputnikdan obunachilarimiz bo'lsa, videoni yarib qo'ying. Binomizni birinchi chetdan obzor qilamiz. Keling endi. Bu yerimizni aldan yana yozib qo'yibdilar o'zi, fuqarolik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash markazi, Xorazm viloyati bo'limi bo'lgan. Keling. Ofis qilib qo'yibdilar bu narsa. To'g'ri o'tib yuraverasiz. Ofis sifatida foydalanib turibdilar. Bu yon tarafdagi hamma vaji remont ham tayyor, hamma narsasi bor. Bu yon tomonimizdan bir ofis bo'lmoqchi. Ko'rib turganingizdek, remont taxt, hamma narsasi tayyor. Suv, gaz, svetidan muammosi yo'q. Bu yonimiz boq tarafga chiqib ketish yo'li bo'ladi. Hozir bu yon tarafdan moddelni obzor qilamiz. Keling. Aytamizki obunachilar, bu binomizda durish pul obunachilar. Oyna o'zini kamida menimcha bir $1000 yaqin oylik bemalol topsa bo'ladi. Ya'ni qarang, oddiy yonbosh qismiga keladigan bo'lsak, girish chiqish xotlari va ikki tarafida ham, yana bu tarafimizdan sattarashonat qo'yibdilar ekanlar. Yana yonboshini o'tadigan bo'lsangiz obunachilar, yana joy bor bu yerda. Qaranglar. To'rinda bir eshik bor, to'rinda bir eshik, keyingi yana bir eshik, xullas ishning o'zida 4 eshik bor. 4 eshikni 4 ijara berasiz. Yine bir yan tomonida ham ijara joyi bor. Eldin o'zida 4 eshigi bor. Yonboshidan orqa tarafida va bog' tarafini o'zida katta qurilish qilsangiz bo'ladigan joyni ham ko'rsatib o'tamiz hozir. Sentri bo'ladi. Yurakida degan bo'ladi bu narsa. Eng katta yerlardan birisi bu yerimiz do'kon ham moslashtirilgan degan bo'ladi. Bu yon tarafdagi polkalar, morozinliklar,
mebellar, hamma vaj qoladi kelishilgan narxda albatta obunachilar. Endi konditsioner ham, mebellar aytganimizdek qoladi. Terazasi ham bor deydi obunachilar. Kelib turib biznesni bosib bersangiz, remontini o'zingizga qarab moslayverasiz. Bu joyimizning orqa tomoni bo'ladi. Orqa tomonda bu yana qaratadigan bo'lsangiz, pajani xoto bo'ladi. Yonboshidan bemalol liboy turdagi vajanisi girib chiqarsanizlar bo'ladi. Ya'ni tovarlarni orqadan girsangiz bo'ladi. Bu yonimizdan ish qilib berasiz, ustunda baribir 1-2 so'm rasxoti bor. Kladopkasi, xohlasangiz kuxnya qilsangiz bo'ladi. Bu yon tarafida yana bir xonasi bor obunachilar. Keyin bu yon tomoniga umumiy 770 metr kvadrat deganiz ham hozirgi planlarda 2 planga to'g'ri gap boradi obunachilar. Orqa tomonidan ham bemalol qurilishni qilib bersangiz bo'ladi obunachilar. Orqa tarafida kamida zdaniya tushadi, yo'llar bor, girish xotlari bor. Endi qarang. Bu yon tomonga keladigan bo'lsangiz, yana bir xonasi va yonbosh tomonga chiqish xoti bo'ladi. Bu yonimizda binomizda polni ham beri podval ham bir xil bo'ladi. Ya'ni ustini ichki yo'ldan bo'lsa, ham xona bo'lingan bo'ladi. Ya'ni siz podvalni ega bo'lasiz, usti bilan birgalikda obunachilar. Endi navbatdagi xonalarni obzor qilamiz. Bu yerimizdan nisbatan balandroqda joylashgan burchakka do'kon qilgan ekanlar. Burchakka do'koni tiyi podval ham bor obunachilar. Har bir do'konda podval bor. Yana 4-bo'lmasına giradigan bo'lsak, bu yerimizni klinika sifatida foydalangan ekanlar. Qarang, giraverishimiz, fotomiz, reception bo'ladi, yana kutib olish zali va bu yon tomonimiz muolaja xonasini qilib qo'yibdi ekanlar. Agar mana hech narsa kerakmaydigan bo'lsangiz, obunachilar hamma joyga olib ketiladi. Yana bu yon tarafimiz 3-oyna eshikdan girish qismi bo'ladi. Umumiy maydoni 770 metr kvadratli bu joyimizning narxini 130 ming yoki 120 ming dollar atrofida chiqargan ekanlar. O'tgan videolarda endi 110 ming dollar tushiribdilar. Aytganimizdek, Xorazmdagi o'zinda bor mol-mulkini qo'ldan kelgancha shu arzon berib, kelishilgan narxda berib, Toshkentdagi biznesini tikchakda obunachilar. O'zlarining bizneslari bo'lgan Toshkentda ham Toshkentga ko'chib botir ekanlar. Shuning uchun biznes boshlayman deylar bo'lsa, zo'r tochka obunachilar. 24/7 ishlasangiz ham bo'ladi, ijaraga bersangiz ham bo'ladi. Xullas foydalanib qoladigan joyi. Kredit oladimi, ikkilamchi bo'ladimi, barter obmen variantlar bo'ladimi, ekrandagi nomerlarga chiqsangiz, egasini bog'lanasiz va kelishilgan narxda xarid qilasiz obunachilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, o'zingizlar to'liq ma'lumotlarni egasidan bilib olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.